alaykum hammaga. Bizda yangi Devor mebel Farg'onaga dang'araga kelganmiz. Qimmat variantda Devor mebel qilamiz. Xo'p, ikkita shkaf bo'ladi. Bu tarafda bitta turma bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita taraf shkaf bo'lyapti. Bu taraf o'sha oynalik turma bo'lyapti. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyati dang'araga tayyorladik. Xo'p, bu tarafimiz 3,5 metr. Bu tarafimiz 1 metr atrofida. Xo'p, jami 4,5 metrga bo'ldi. Qimmat variant. Ikkita garderob, bitta turma bo'ldi. 1 metrdan oshiqroq turbali joyi, ba'di 45 sm polkasi. Osha-moshalar vakuum, qora turbali ruchkalar. Xo'p, turmamizning razmeri 74 sm eni. Balandligi o'sha tepagacha qovurilaverdi. Narxi 8 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.